Assalomu alaykum Zotdor chorva YouTube kanali ishqibozlari. Xo'p, bugun sizlarga ko'rsatadigan kasalligimiz yoki jarayonimiz mana ko'rishingiz mumkin. Bu travmadan shunaqa holatga kelgan tarvuzdek, to'pdek desak bo'lar. Hozir buni kesib, ichidagi yiringda suyuqlikni chiqarib olamiz. Video davomida ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Pereksda yuvib tozalab olyapmiz. Yiring chiqaradigan joyimizda. Hop, britvada kesib tozalab oldik. Endi betadin bilan dezinfeksiya qilib olamiz. Ko'rishingiz mumkin holatda. Buni tegmaganimizning sababi shu holatga kelguncha buni pishishini kutdik, bir ikki marta harakat qilib ko'rdik. Yiringli jarayon hali oxirigacha kechmagani uchun buni pishirib oldik. Hozir endi kesamiz. Sahnada bog'liq. Mana holat. Yiring deyarli ancha chiqib ketdi, ishib qaytdi. Xo'p, yirangni deyarli chiqarib yubordik. Ichida qolgan yiringni ham chiqarish uchun vodorod pereksdan foydalanamiz. Ichida qaytadan bakterialniy jarayon kechmasligi uchun betadin quyib qo'yamiz. Bu yerda kamida yana 3 kun 4 kun ichida yiring oqib chiqib turishi kerak, yara bitib qolmasligi uchun. Bordik, yiring chiqib ketgandan keyin uni ichi bo'sh bo'lib qoladi. Shu bo'shliqni to'ldirish uchun bintni oksitetrasikling tarkibli sprey bilan yaxshilab namlab tiqib qo'yamiz. Buni qilishdan maqsad yana yiring ajralib chiqib, ichida bez bo'lib qatib qolmasligi uchun hamda teshikda bitib qolmasligi uchun shu ishni qilamiz. 2-3 kun davomida pervaska ishi olib boriladi. Bintimizni bo'shliqqa tiqib qo'yilyapti mana. Uni bir uchini qismini chiqarib qo'yamiz. Organizmdagi bakteriyalar faolligini, ya'ni yiring chaqiruvchi stafilokok, streptokok, shu koklarni faolligini to'xtatish uchun sefur preparatidan foydalanamiz. Patkoja 50 kg vaznga 1 ml. Og'riq qoldirgani, mahalliy isitmani tushirgani ketalayn preparatidan foydalanamiz. Molning umumiy holatini yaxshilash uchun. 2 kundan keyin yana holatini ko'rib, video qilib sizlarga ko'rsatamiz umumiy holatni.